Salom qadrli tinglovchilar, audio hikoya 2 kanalini aziz muxlislari. Mana bugun siz intiqib kutgan hikoyaning so'nggi qismini e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Do'stlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, hikoyada har bitta qahramonga har xil ovoz berib o'tganman. Albatta hammasiga bitta ovoz bersam hikoya unchalik qiziqarli chiqmasdi. Har bitta qahramonga o'zim ovoz berib, har xil effekt bilan ovozlarni o'zgartirganman. Buni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddaman. Xo'sh, muxlislarim, finalga tayyormisiz? Unda eslatishim shartmasdir, yuragi bo'shlar, qorong'u xona, o'zingiz tushundingiz degan umiddaman. Qani unday bo'lsa, murda o'g'risini yo'q qilish uchun olg'a qadam bosamiz. Chiroq o'chib qoldimi? Chen ursin. Qishloqda hech chiroq o'chmasdi-ku. Otlarga nima bo'ldi? O'zing asragin, o'zing saqlagin. Kim bor bu yerda? Kimsizlar? Tashqarida kimlardir yuribdi. Kim bor deyapman. Hoy, kimsiz? Ogohlantiraman, meni qurolim bor. Yo'q. Sen bu yerda nima qilyapsan? Chiroq o'chib qoldi. Tashqarida kimlardir asqab yuribdi. Murda o'g'risi 3D 4-qism final. Uni butunlay o'girib ko'rganimda esa beixtiyor kiyimlarining bir nechta joyidan qon oqayotganini anglab qoldim. Cho'ponning qo'lidagi tepkisini mahkam bosgancha ushlab turgan ov miltig'ini endi ko'rdim. Darhol nima bo'lganiga tushundim. Cho'ponni otib ketishgan edi. Go'yo o'z joniga qasd qilgandek ko'rsatmoqchi bo'lganlar. Xuddi Rustamdek. Hasanali akaning zaif nafas olayotganini eshitib qoldim. U hali tirik edi. Uning boshini tizzamga qo'ydimda o'ziga keltirishga harakat qila boshladim. Tashqari eshik tepasidagi xira chiroqning nurida uning ko'zlari xiyol ochilganini fahmladim. Cho'pon gapirmadi, ammo majolsiz qo'lini ohista ko'tardi-da ko'rsatkich barmog'i bilan pastni tutsorni ko'rsatdi. Men uni o'pichlagancha mashinaning orqa o'rindig'iga yotqizdim-da deraza tagida tushib qolgan miltiqni olib kelish uchun ortimga qaytayotganimda uyning biqinidagi molxonaning eshigi ham g'iyqillab ochilib turganini ko'rib qoldim. Nazarimda uning ichidan kimdir menga tikilib turardi. Cho'ntagimdagi fonarni olib pistoletga yopishtirib ushladim-da sekin molxona tomonga burildim.
Fonar yorug'ida birinchi bo'lib ikkita sigirning qorasi ko'rindi. Keyin bitta ot. U yerda boshqa hech kim yo'q ekan. Faqat cho'ponning meni qishloqqa mindirib yuborgan o'sha oti joyida yo'q edi. Uni kimdir olib ketgandi. Miltiqni olib kelayotganimda sharros yomg'ir yog'ayotgan yerdagi tag'in o'sha tanish oyoq yalang izlarga ko'zim tushib qoldi. Jalada sekin-asta yuvilib ketayotgan izlar orasidan og'ir etikning chuqur izlarini ham, yo'qolgan otning tuyoq izlarini ham ko'rish mumkin edi. Bu ularning ishlari ekanligini bir necha daqiqa oldin bu yerda yalangoyoq sheriklari bilan qo'rovul bo'lganligini ko'rsatib turardi. Barcha izlar pastga, o'sha qo'rqinchli tutsor tomonga qarab ketgandi. Uzoq-uzoqlarda men hozirgina kelgan qishloqning chiroqlari elas-elas ko'rinib turar. Osmonda esa chaqmoq chaqib atrofni yoritib yuborar. Shu payt yashin tomiri tarvaqalab ormalab ketardi va qo'rqinchli tutsordagi qop-qora daraxtlarni bir zum yoritib ketardi-da, yana qorong'ulikka uloqtirardi. Birozdan so'ng esa chaqmoqning qarsillagan ovozi quloqqa chalinardi. Sharpalarni endi ta'qib qilishning foydasi yo'q. Yomg'irda ularning izlari allaqachon yuvilib ketgan. Hozir zudlik bilan cho'ponni shifoxonaga olib borishim kerak. Miltiqni yonimdagi o'rindiqqa qo'ydim-da, mashinaga o'tirdim. Qaltis harakat qildimmi yoki nam oldirib qo'ydimmi, ishqilib oyog'imning og'rig'i zo'raya boshladi. Tepalikdan tushib qishloqqa olib boradigan yo'lga chiqib oldim. Yomg'ir hali ham tinay demasdi. Orqa o'rindiqdan kelayotgan xirillagan ovozni eshitib, cho'pon hali ham tirik ekaniga ishonch hosil qildim-da, tezlikni oshirdim. Yo'l-yo'lakay egnimdagi shalabosi chiqib ketgan kurtkamni yechib, yon o'rindiqqa miltiqning ustiga tashladim va mashina pechkasini yoqib qo'ydim. Birozdan so'ng salon bo'ylab odamni eltadigan yoqimli issiqlik tarala boshladi. Yomg'ir shu qadar chelaklab quyardiki, mashinaning old oynasini tozalab turuvchi moslamalar u yonidan bu yoniga o'tgunga qadar oyna yana xiralash, suv sepgandek bo'lib qolardi. Kutilmaganda mashinaning old va orqa faralari o'z-o'zini o'chib qoldi. Endi borliqni butunlay zulmat qopladi. Birdan tormozni bosdim. Nega birdan barcha faralar o'chib qoldi deb hayron turardim. Mashina ichida hatto speedometr ekranini yoritib turuvchi bitta chiroqchalar ham o'chib qolgandi. Akkumulyator ishdan chiqdimikan deb o'yladim. Bu yerda uzoq to'xtab turib bo'lmasdi. Cho'ponning joni qil ustida. Ko'zim sal qorong'ulikka o'rgangandan so'ng mashinani sekin qo'shib ko'rdim. Buni qarangki, o't oldi. Demak, akkumulyator zaryad beryapti, faqat chiroqlar ishlamay qolgan. Keyingi soniyalarda bo'lgan bu voqea xuddi fonarnikidek. Mashina faralarining ham ishdan chiqib qolishi, shu yaqin atrofda yoki mashinaning ichida men bilan birga o'sha dahshatli sharpalardan biri borligidan dalolat berib turardi. Ortimga qarashga qo'rqdim negadir. Orqa o'rindiqda xirillab yotgan cho'pon o'rnidan turgandek, uning nafasi qulog'im ostida eshitilib turgandek tuyuldi. Ming dahshat bilan orqa o'rindiqni ko'rsatadigan oynaga qaradim. Ortimda hech kim yo'q. Hasan Ali esa hamon xirillagancha cho'zilib yotardi. Balki mashinaning yukxonasidadir. Shu payt tashqaridagi mashinaning orqasini ko'rsatadigan kichik oyna, bokovoy oynadan mashina ortiga qarab, bu fikrim noto'g'ri ekanini tushundim.
vaqtimizda cho'ponning yo'qolgan otida qorovul quvib kelardi. Shu payt uning ortidan yalangoyoqning sheriklari ham kelayotganiga ishonchim komil edi. Kuchli jala quyayotgan bo'lsa ham katta tezlikda yugurayotgan ot mashinaga deyarli yetay deb qolardi. Qorovulning yelkasiga tushadigan uzun sochlari borligini endi ko'rdim. Ular ot har sakraganida bir ko'tarilib olar, shunda atrofga mayda yomg'ir tomchilarini sochib yuborardi. Egniga bugun mozorda ko'rgan qalin po'stinini kiyib olgan, biroz oldinga bukchagancha deyarli yonib turgan o'tkir nigohlarini menga qadab mashina ortidan quvib kelardi. Hozir u bilan pachaklashib o'tirishga vaqt yo'q. Agar tezroq yetib bo'lmasam, cho'pondan ayrilib qolishim tayin. U menga hammasini aytib berishi kerak. Negadir shu payt boshimga og'riq kirdi. Mundoq boshimni ushlab ko'rsam, qo'lim qon tepgan holatda qaytdi. Ajabo, boshimni biron yerga urib olganimni eslolmayman. Nima bo'ldi ekan? Tezlikni oshirdim. Tavakkal ketaverdim. Qorovulning sovuq basharasi bizni hamon ta'qib qilmoqda edi. To'pponchani oldimda yon-oynani tushirib ortimga qarata o'q uzdim. Bokovoy oynadan qarasam, u endi ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Osmonga uchdimi, yerga kirdimi bilolmay qoldim. Nazarimda yon tomondagi qalin tutsorga kirib ketgandek. Shu paytda mashina faralari ham tag'in o'z-o'zidan ishlay boshladi. Qishloqqa kirib borganimda tun yarmidan oshgan edi. Meni navbatchi kutib oldi. Hali oyog'imni bog'lab qo'ygan shifokor uni xonaga olib kirib ketdi-da, ko'p o'tmasdan tushkun holatda qaytib chiqdi. Uni asrab qololmadik. Shunday bo'lishidan qo'rqqandim. Yana bir begunoh kishini qurbon berdik. Qiziq, shu topda bir narsaga amin bo'ldim. Insondagi g'azab har qanday qo'rquvdan ustun bo'lar ekan. Endi vujudimda qo'rquvdan asar ham qolmagan, o'rnini benihoyat kuchli g'azab egallagandi. Jahl chiqsa aql ketadi deyishadi. Lekin hozir qahri otiga minib turgan paytimda miyamga ajoyib bir fikr kelib qoldi. Agar bu rejamni amalga oshirsam, qorovulni albatta tutaman. Uning yalangoyoq sheriklarini ham, murdalarni ham topaman. Bu paytda hatto oyog'imning og'rishi ham sezilmay qoldi. Raisga qo'ng'iroq qildim. Unga zudlik bilan qishloq shifoxonasiga yetib kelishini tayinladim. Hayal o'tmay uzun koridorning boshida raisning qorasi ko'rindi. Unga bo'lgan voqeani ro'y-rost aytib berdim. Cho'ponning o'limi uning beparvo yuzini qayg'uga soldi. Keyin g'azab otiga mindi. Qotillarni tezroq topishni qistay boshladi. Yana xomush bo'lib qoldi. Shundan so'ng miyamda pishib qo'ygan rejamni aytdim. Agar ertaga cho'ponni tuproqqa qo'ysak, shu kecha xuddi Rustamnikidek uning jasadini ham o'g'irlab ketishlari tayin. Shuning uchun biz bir ish qilamiz. Cho'ponni murdalari o'g'irlab ketilgan mozorlardan birining yaqiniga ko'mamizda, hamma tarqalgandan so'ng men hech kimga bildirmasdan cho'ponning qabri yonidagi ochiq ko'lga kirib yashirinib olaman. O'g'rilar tunda murdani o'g'irlashgani kelganida esa men ularni jinoyat ustida qo'lga olaman dedim. Bu juda xavfli-ku, dedi rais. Axir ular ko'pchilik bo'lishi mumkin. Bir o'zingizning kuchingiz yetarmikan? Menimcha bu safar qorovulning o'zi keladi. Bugungi voqeadan keyin ko'pchilik bilan birga kelsa qo'lga tushishi mumkinligini yaxshi biladi. Baribir juda xavfli ish. Yaxshisi o'sha qabrdan men ham siz bilan birga poylab yotay ularni.
Yo'q dedim qat'iy. Ikkita qurbon berganimiz yetadi. Yana bir kishini yo'qotishni xohlamayman. Menga ishoning, hammasi yaxshi bo'ladi. Ertaga o'sha soqov qorovulni ham, uning yananga yo'q sheriklarini ham albatta qo'lga olamiz. Faqat bu o'rtamizda sir bo'lib qolsin. Rejamizdan hech kim xabar topmasin. Sizga ishondim. Ertasi kuni peshinda Hasan Ali Choponni ham so'nggi manzilga kuzatdik. Men janozada qatnashmadim. Tayinlaganimdek ochiq qabrlardan biriga juda yaqin joydan go'rkovlashdi-da, Choponni o'sha yerga ko'mib ketishdi. Men yotgan qabr bilan Choponning mozorini bir necha qarich tuproq devor ajratib turardi. Kech tusha boshlaganda men Choponning qabri biqinidagi mozorda o'g'rilarning kelishini poylab yotardim. Hech kimga ko'rinmasligim uchun men yashirinib turgan qabrning ustini bir nechta yog'och va qamishlar bilan yopib qo'ygan edim. Tungi qabriston sokin. Osmondagi yulduzlar kecha tunda bo'lgan to'polonlar uchun o'sir so'ragandek mo'ltillab turishardi. Kecha yoqqan kuchli yomg'irdan qabrning ichi loy bo'lib ketgan. Tagimga qamishdan qalin to'shak tashlagan bo'lsam ham mozorning zax devorlari juda sovuq edi. Aksiga olib oyog'im yana loqillab og'riy boshladi. Bugun hammasiga yakun yasayman deb o'zimga o'zim qaror qilib qo'ydim. Hozir ular kelib qabrni ochib boshlashganida sakrab chiqaman u barchasini otib tashlayman deb o'ylardim ichimda. Qo'limdagi to'pponchani otishga shaylab yana ham mahkamroq ushladim. Ekranining o'chib qolishidan ular kelishini bilaman. Apparatim ekranini doim yoniq holatga qo'yib qo'ydim. Buni qarangki, yarim tunda telefon ekrani o'z-o'zidan o'chib qoldi. Demak, ular shu yerda. Hozir qabrni ocha boshlashganida birdan tashqariga chiqaman. Mana, bir maromda yurib kelayotgan qadam tovushlarini ham eshitib turibman. Kutilmaganda yana bir tovush e'tiborimni tortdi. Shundoqqina yonimdagi Hasan Alining qabri ichidan do'pillagan ovoz eshitila boshladi. Dahshat bilan aniqlagan narsam shu bo'ldiki, Choponning murdasi qayta tirilgan edi. U qabrdan chiqishga harakat qilib, mozor devorlarini timdalardi. Bir zum yuragim muzlab ketdi. Rejada bu yo'q edi. Shu payt Choponning qabrini ham kimdir kovlay ketdi. Mozor tuprog'i shundoq men yotgan qabrning ichiga ham top-top tusha boshladi. Pishirgan rejamni nihoyasiga yetkazish uchun o'zimni qo'lga oldimda qamishlarni surib bir harakat bilan tepaga chiqib oldim. Shu soniyalarda ko'zim tushgan narsani aslida ko'rmasligim kerak edi. Tashqariga chiqqach qabr ustidagi narsani ko'rib dahshatdan tilim kalimaga kelmay qoldi. Choponning qabrini jon holatda qo'llari bilan kovlayotgan Rustamni ko'rib to'g'risi qo'rqib ketdim. Bir zum o'zimni yo'qotib qo'ydim. "Rustam?" dedim ovozim titrab. U bo'lsa yelkasi osha menga ma'nosiz bir qarab qo'ydi-da yana ishida davom etaverdi. Uning insonga xos bo'lmagan oppoq yuziga bo'ynidagi arqondan qolgan qontalash chiziqqa ko'zim tushib, vujudimda minglab chumoni o'rmalagandek bo'ldi. Miyam qotib qoldi. Bu paytda qabr ichidagi Choponning allaqachon o'lgan jasadiga jon kirib, u ham qabrdan chiqish uchun jon holatda yuqorini tindalayotgan edi. Demak, murdalarni hech kim o'g'irlamagan ekanda. Ularning o'zlari qabrni kovlab chiqib ketishgan ekanda. O'sha tunda tutsorda ko'rgan qorovulning sheriklaridan qolgan oyoq yalang izlar ham aslida
yo'qolgan murdalarning o'zlariga tegishli bo'lgan ekanda. Hatto Rustamning qabridan topilgan izlar ham uning o'ziniki ekan. To'satdan boshimga orqa tomondan tushgan kuchli zarbadan hushimni yo'qotdim. Bechora boshim. Miyamning allaqaysi qorong'u burchagida qorovulning sovuq basharasi ko'rindi. Ko'zimni ochganimda an'anaga sodiq qolib yana bir notanish xonada yotardim. Xona shu qadar qorong'u ediki, avvaliga hech narsani ilg'amadim. Birozdan so'ng ko'zlarim qorong'ulikka ko'nika boshladi. Xonaning devorlari, shifti, xuddi bu yerda bir vaqtlar kuchli yong'in sodir bo'lgandek qurim bosib yotardi. Ikkita derazasiga qalashtirib g'isht terib tashlangan. Temir eshigini zang bosib ketgan. Sahbomning allaqayerlarida kalamushlarning chiyillagan ovozi eshitilib turardi. Xonada biron jihoz ko'zga tashlanmasdi. Kimdir oyoq qo'llarimni arqon bilan chimdib bog'lab tashlagan edi. Qattiq bog'langan arqon bir oyog'imga ham qattiq og'riq berib turardi. Boshimning orqa qismi esa aftidan kuchli zarbadan jarohatlangan bo'lib, qimirlatganimda lo'qillab og'rirdi. Ishqilib bu mushkulotlar oxiriga yetguniga qadar sog' joyim qolsa bo'ldi. Negadir ko'nglimda shu paytda xuddi o'zimni og'ir jinoyat qilgan kishidek g'alati aybdorlik tuyg'usi bor edi. Hali tunda bo'lib o'tgan voqealarni eslab ulgurmasimdanoq zalvorli temir eshik ochilib, bir kimsaning gavdasi ko'rindi. U og'ir qadam tashlab shiftga sim bilan osib qo'yilgan bir idishga qo'lidagi shamni qo'ydi-da, puligiga gugurt chaqib, qo'lidagi stolning sham yorug'i tushib turgan joyiga qo'ydi. Uni darrov tanidim. Bu o'sha soqov qorovul edi. U meni g'ayritabiiy bir kuch bilan dast ko'tardi-da, stolga o'tqizib qo'ydi. Qiziq, u endi ancha barvasta ko'rinib ketdi ko'zimga. O'zini bechora qilib xokisor qariyadek ko'rsatib yurgan ekan-da, ablah. Meni nima qilmoqchisan? Dedim unga jahl bilan. U qarshimda o'tkir nigohini menga qadagancha jim turardi. O'zingni go'llikka solma, dedim endi baqirib. Meni ahmoq qilolmaysan. Seni sog'ov emasligingni ham juda yaxshi bilaman. Uning xunuk yuzidagi yupqa lablari jilmaymoqchi bo'lgandek cho'zildi. Murdalarni nega o'g'irlading? Rustamni nega osding? Nega Hasan Alini otib ketding? Nega ularni tiriltirib yana go'rdan chiqarib olding? Bu ishlarni qorovul uyushtirayotgani o'tgan qismdan bizga ma'lum edi. Tunda Rustamning murdasi cho'ponning qabrini kovlayotganini ko'rib qolganimda, boshimga zarba bergan mana shu qorovul ekanini ham aniq bilardim. Birozdan so'ng xonada do'rillagan xunuk ovoz yangradi. Bu savollaringga javobni o'zing yaxshi bilasan, dedi qorovul. Agar yaxshilab o'ylab ko'rsang, bularning barchasiga o'zing aybdor ekaningni tushunib yetasan. Qanday qilib men aybdor bo'lishim mumkin? Meni chalqitishga urinma, dedim jahl bilan.
shuning uchun aybdorsanki, dedi u menga yaqin kelib, ikki qo'li bilan stolning ikki suyanchig'ini ushlagancha. agar xotiralaringni yaxshilab titib ko'rsang, murdalarni o'zing o'g'irlaganingni tushunib yetarding. Hatto Rustamni ham o'zing o'z qo'llaring bilan osgansan. Hasanalini ham o'tib ketgan o'zing yodingda bo'lsa, yaxshilab eslab ko'r, dedi qorovul. Uning qo'rqinchli nigohi menga yaqin turar, yuzidagi odamni sehrlab qo'yadigan o'tkir ko'zlariga boqib, hayolimda bizga hali noma'lum bo'lgan quyidagi xotiralar jonlana boshladi. O'shanda yomg'irli tunda beixtiyor qabristonga bordim. Atrofda hech kim yo'q, zulmat. Osmonda qora bulutlar turib qolgan edi. O'limiga o'zim sababchi bo'lgan 3 ta murdaning qabri yoniga bordim-da, ularni allaqanday bir sehrli kuch bilan uyg'otdim. Biroz o'tgandan so'ng ular qabrlarini yorib chiqishdi. Keyin ortimdan izma-iz yetaklagancha qabristondan chiqib ketdim. Shu payt ehtiyotsizlik qilib darvoza yonidagi ko'lmakni bosib o'tgan ekanman. U yerda botinkamdan chuqur iz qolib ketdi. Yo'q, dedim shu payt bu xotiralarimga ishonmasdan. Axir men tergovchiman-ku. Bu jinoyatni men qilmaganman. Axir u botinka murda o'g'risi, ya'ni senga tegishli ekan-ku. U yerdan men bosib o'tganim yo'q. Aksincha, kelasi kuni botinkaning izini o'zim olgandim-ku, dedim. sen faqat xayolingda tergovchi eding xolos, dedi qorovul vazmin ohangda. esingda bo'lsa yoshligingda shu kasbda ishlashni juda orzu qilarding. Ulg'ayib ashaddiy jinoyatchi bo'lganingda ham vujudingning bir chekkasida o'sha xayollar bilan yashab kelayotgan eding. O'shanda botinkaning izi ko'lmakda qolib ketayotganini ko'rib, agar tergovchi bo'lganimda shu jinoyatni iziga tushardim. Izlarni mana bunday o'rganardim-da, mana bu tomonga qarab ketardim deb xayol qilgansan. Agar menga ishonmayotgan bo'lsang, oyog'ingdagi botinkaga qara, uning razmeriga qara. Qorovul oyog'imga ishora qildi. Haqiqatdan ham oyog'imda o'zim anchadan beri kiyib yurgan, mening qanchadan qancha dahshatli jinoyatlarimga guvoh bo'lgan o'sha botinka loppa loyiq turardi. Hatto razmeri ham o'sha 42-chi. Qorovulning gaplari to'g'ri edi. Men bu jinoyatni qilganimda xuddi o'zimni tergovchidek xayol qilib ko'rganim, ko'lmak chetida qolib ketayotgan izimni ko'rib, o'zimcha tergovchi bo'lganimda bu jinoyat uchun yaxshi dalil bo'ladi deb qo'ygan edim. Agar bu gaplarni qorovul aytganida ishonmagan bo'lardim. Men bu jinoyatlarni qilganimda o'zimni qanday his etgan bo'lsam, nimalarni o'ylagan bo'lsam, hammasi yodimda edi. Nahotki o'sha shirin lahzalar, o'zimni maxsus xizmat xodimidek his etgan onlar faqat xayolda bo'lsa. Nahotki yoshligimdan orzu qilgan kasbga faqat xayolimda erishgan bo'lsam. Nahotki. Ishona olmayapsanmi? dedi qorovul so'kin ovozda. Bu paytda u sham nuriga qarab menga teskari turardi. Hech nimani eslolmaysanmi? Yana birin-ketin miyamda tutsordagi voqealar jonlana boshladi. O'shanda kech tushib bo'lgan, egniga kafan o'ralgan yalangoyoq ongsiz murdalarni ortimdan izma-iz yetaklagancha tutsordagi so'qmoq yo'ldan ketib borardim. Shu payt o'zimcha tergovchi bo'lganimda tuproqda qolayotgan izlarning ortidan qanday qilib ta'qib qilib kelishimni ham bir xayol qilib qo'ygandim. Kutilmaganda qarshimizdan otga mingan cho'pon yaqinlashib kelayotganini ko'rib qoldim.
birdan o'zimni tutsor ichiga otdim. Murdalar ham menga onasining orqasidan ergashgan jo'chalardek ongsizlarcha birin-ketin yetaklashib birgalikda qalin tutning orqasiga yashirindik. Cho'pon bizni ilg'amadi, ammo u ko'zdan yo'qolgach, biz kelgan yo'ldan bir kishi chiroq ko'tarib kela boshladi. Uni darrov tanidim. Bu mahalla posboni Rustam edi. Aftidan u qishloqda murdalar yo'qolganidan xabar topib, bizning izimizdan xit olib kelayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim. U biz burilgan joyda to'xtadi-da, biz tomonga qarab kela boshladi. Bu paytda deyarli yarim tun. Borliqqa quyuq tuman tushgan edi. Murdalarim o'zidan g'ayritabiiy biomaydon chiqarishi bois ularga yaqinlashgan har qanday chiroq o'chib qolishini bilardim. Rustamda ham shunday bo'ldi. U endi zajigalka olovini yoritib kela boshladi. Menga bemaqsad tiqilib turgan murdalarimga atrofga tarqalishni tafakkurim orqali buyurdim. Yerda iz qoldirmaslikka harakat qilib, porliq qorong'ulikka singib ketgan atrofdagi tutlarga yashirindik. Shu payt uning o'rnida men bo'lganimda nimalar qilishimni, daraxtga murdadan tomib qolgan qonni qanday qilib ko'rib qolishimni, bundan qanday xulosalar chiqarishimni o'ylab bir zum xayolga ketgan edim. Murdalarga ong orqali atrofda izg'ishini buyurdim. Quyuq tunda to'kilgan barglar oralab yugurayotgan sharpalarning ovozini eshitib, qo'rqoq posbon jon holatda qocha boshladi. Menga shu kerak edi. Uning orqasidan quva boshladim. U bizni sezib qoldi. Endi yashamasligi kerak edi. Uni ushlashni murdalarga buyurdim. Ular yo'lning ikki yoni bo'ylab tutsordan yugurib posbonni ta'qib qila boshlashdi. Men ham uning ortidan yuragiga dahshat solib yugura boshladim. Kutilmaganda ortimdan kelayotgan otning dupurini eshitib qoldim. Meni ham kimdir quvib kelyapti deb o'zimni tutsorga urdim. Bu Hasan Ali cho'pon ekan. U meni payqab qolmasligi uchun murdadan kesib olgan sochlarini bosh kiyimimning ostiga qistirdim-da, qariya holiga kirib munkaygancha ko'zdan yo'qoldim. Afsuski, u mening ortimdan o'q uzdi. Daydi o'qlardan biri oyog'imga kelib qadaldi. Lekin u ahmoq bu ishi bilan katta xatoga yo'l qo'ygan edi. Yaqin orada bu la'natli cho'pondan ham qasd olishni maqsad qilib qo'ydim. Shu payt Rustamning dahshatli qichqirig'i eshitildi. Qalin tutsor oralab yetib borganimda, murdalar uni tutib olishgan ekan. Keyin Rustamni qabristonga olib bordim-da, qorovulxona yonidagi tut daraxtiga xuddi o'z joniga qasd qilgandek qilib osib qo'ydim. Rustamni dafn etishganidan so'ng shu tunning o'zida uning qabriga bordim. Uni ham haligi 3 ta murdadek uyg'otib qabrdan chiqarib oldim. Hech kim sezib qolmasligi uchun unga o'z qabrini qayta qovib qo'yishni buyurdim. Shunda ham o'zimni xuddi tergovchidek his qilib ko'rdim. O'zimcha bu jinoyatni ochish uchun boshimdan qanday g'aroyib voqealarni o'tkazishimni ham tasavvur qilib ko'rgandim o'shanda. Bu voqealar xayolimda kino tasmasidek shu qadar aniq o'tardiki, endi men aslida tergovchi emas, dahshatli jinoyatchi ekanimga ishonchim komil edi. Hasan Alini ham qanday o'ldirganingni eslab ko'r, dedi qorovul o'sha sokin ovozda. Endi miyamda cho'ponning o'ldirilishi bilan bog'liq xotiralar jonlana boshladi. Osmonda momaqaldiroq gumburlab,
kuchli jala quyayotgan vahimali tunda bepoyon tutsorda murdalarni yetaklagancha cho'ponning uyi tomon oshiqardim. Yetib borganimda uyning chiroqlari murdalarning biyo maydoni ta'sirida o'z-o'zidan o'chib qoldi. Cho'pon bundan xavotirlanib miltig'ini ko'targancha tashqariga chiqdi. Keyin uyining yonidagi molxonaga kirib ketdi. U molxonadan chiqqanida men uni murdalarim bilan kutib oldim. Kutilmagan bu holatdan cho'ponning esi og'ib qolay dedi. Lekin darrov o'zini qo'lga oldi-da menga tashlanib qoldi. Olishuv chog'ida beixtiyor boshim bilan uyning derazasiga borib urildim. Kuchli zarbadan deraza oynalari chil-chil bo'lib sindi. Lekin murdalarim ko'magida uni qo'lga oldi-ku, xuddi o'z joniga qasd qilgandek qilib otib tashladik. Kuchli yomg'irda tutsorda qaytayotganimizda derazaga tekkan boshim g'urra bo'lganini, undan sezilar-sezilmas qon oqayotganini ham sezib qoldim. Shunday qilib cho'pondan ham qasos oldim. Bu xotiralar qanchalik haqiqat bo'lmasin, ularga ishongim kelmasdi. Axir meni tunda cho'pon topib olib davoladi. Keyin uni otib ketishganidan so'ng uning chala yarim o'lgan tanasini topib oldim. So'ngra kasalxonaga olib borganimda doktor uning joni uzilganini aytdi-ku, dedim hayratlanib. Bularning barchasi sening xayolingda bo'lgan voqealar. O'zingni tergovchidek xayol qilib ko'rgansan-u, cho'pon bilan bo'lgan voqeani o'zingcha miyangda ochmoqchi ham bo'lib ko'rgansan. Aslida sening hech qanday mashinang ham bo'lmagan, hech qanday doktorni ham ko'rmagansan. Bular shunchaki tafakkuringdagi soya, proyeksiyalar xolos. Bularni xayolingda o'zing yaratgansan, dedi qorovul. Demak, hammasi xom xayol ekanda. Yanayam o'zimga ishongim kelmasdi. O'shanda o'zimcha xayolimda cho'ponni kasalxonaga olib ketayotgan paytimda qo'lim bilan boshimni ushlab ko'rganimda barmoqlarimga qon tegib qaytganini ko'rib, boshimni yaqin orada biron joyga urib olganimni eslay olmagandim. Aslida bu g'urra cho'pon bilan olishuvdan so'ng qolganini bilmagan ekanman. Unda nega meni boshimdan urding? Hushimdan ketkazding. Nega meni bu yerga bog'lab qo'yibsan? Dedim. Sababi shu tunda sen cho'ponning ham qabrini ochmoqchi eding. Men bundan kech xabar topib qoldim. Seni to'xtatib qolmoqchi edim. Afsuski yetib borganimda ancha kech edi. Sen allaqachon cho'ponning qabrini Rustamning murdasiga kovlatayotgan eding. Qabr yonida esa uni o'nging bilan boshqarib sen turarding. Shu paytda cho'ponning murdasiga ham jon kirib, qabrdan chiqishga harakat qilayotgan edi. Men juda kech qolgandim. Shunday bo'lsa-da boshingga og'ir zarba berib hushingdan ketkazdim. Sen hushingdan ketganingdan so'ng murdalar ham tinchib qolishdi. Ammo cho'ponning murdasi allaqachon qabrdan chiqib olgan edi. Sening yoshligingda yonib ketgan mana shu uyga olib keldim-da, boshqa bunaqa ish qilmasliging uchun oyoq qo'lingni bog'lab tashladim. Rustam va Hasan Alining murdasi ham menga bemaqsad ergashib kelaverdi. Uning gaplari hammasi ipidan ignasigacha haqiqat edi. Rostdan ham cho'ponning murdasini tiriltirish uchun qabr yonida turganimni, mozorni kovlayotgan murdaga Rustam dedim-u, yana ichimda nimalardir deb buyruq berganimni, so'ng boshimga tushgan qattiq zarbadan hushimdan ketganimni xotirlay boshladim. Qiziq, dedim qorovulga murojaat qilib.
Men bu jinoyatlarni hammasini negadir sen qilyapsan deb o'ylabman. Aslida o'zing amalga oshirgan dahshatli jinoyatni xayolingda tergovchi bo'lib o'zing ochib ko'rmoqchi bo'lgansan va meni qattiq yomon ko'rganing sababli agar bu jinoyatni boshqa birov qilib, men uning izidan tushgan tergovchi bo'lganimda birinchi navbatda qorovuldan shubhalanardim deb o'ylagansan, dedi qorovul. Uning gaplari rost edi. Endi bunga shubha yo'q. Bo'ynimdagi bu og'ir gunohlardan endi qanday qutulaman? Qaniydi o'sha xayolimning bir chekkasida g'ayritabiiy jinoyatlarni ochadigan detektiv bo'lib yashayotgan orzularim amalga oshsa-yu, bu dahshatli jinoyatlarning hammasi tushimda qolib ketsa. Bu gunohlardan qutulishning birgina chorasi bor, dedi qorovul, xuddi fikrlarimni o'qiyotgandek. Qanday chorasi bor? Dedim unga umid ko'zi bilan qararkanman. O'zingni o'ldirishing kerak. O'zimni o'ldirishim? Bu gapni eshitib vujudim titrab ketdi. Bundan boshqa chorang yo'q. Shundagina yuragingni timdalab kelayotgan og'ir vijdon azobidan qutulasan. Shundagina odamlarga boshqa yomonlik qilolmaysan. Murdalar ham go'rida tinch yotadi. Ularni boshqa jinoyatlaringga foydalanish uchun tiriltirolmaysan. Hammasi tugaydi. To'g'ri aytasiz, dedim. Ruhim bu gunohkor vujudni ortmoqlab yurishdan charchadi. Bularning bariga chek qo'yish kerak. Xomush bo'lib qoldim. O'tmishda qilgan jamiki aql bovar qilmas jinoyatlarim bir-bir ko'z oldimdan o'ta boshladi. Qorovul qo'l oyoqlarimni bo'shatdi-da, arqonni olib tashqariga chiqib ketdi. Men xonada yolg'iz qoldim. Ajalni o'zim bo'ynimga olganim uchun bu yerdan qochib ketish hayolimga ham kelmadi. Qorovul ketganidan so'ng eshik qiya ochiq qolib, qo'shni xonadan chiq etgan g'alati ovoz kela boshladi. O'rnimdan turib, lat yegan oyog'imni avaylab bosgancha ovoz kelayotgan tomonga qarab yo'naldim. U yerda ko'rgan manzaram quyidagicha edi. Qop-qorong'u xonani polning o'rtasida turgan shamning yorug'i xira yoritib turar. Sham yorug'i atrofida egniga kafandan allaqanday kiyim kiyib olgan 6 nafar murda doira shaklida o'tirib olib allaqanday rasmlar chizish bilan band edi. Eshikning g'iyqillab ochilganini eshitib, ular bir-birakayiga ma'nosiz dahshatli nigohlarini men tomon qadashdi. O'limni bo'ynimga olib turgan bo'lsam ham bu sovuq nigohlarni ko'rib, bir zum joyimda muzlab qoldim. Ular xuddi eshikda hech kimni ko'rmagandek yana mashg'ulotlarda davom etaverishdi. Bu murdalarni darrov tanidim. Boshining bir-ikki joylaridan cho'k solingan, gavdasi yupqa murda, avtohalokatda vafot etgan yigitniki edi. Xuddi shunga o'xshash bu yerda dahshatli belgilari mavjud fermerning sochlari notekis kesilgan o'zim kesib olgandim. Folbin kampirning tut bosib qolib tanasi majaqlanib ketgan eski qorovulning, shular qatorida o'tirgan Rustamning va hatto Hasanali cho'ponning ham murdasini ham ko'rish mumkin edi. Ularning nigohlari boshqa joyda edi-yu, qo'llaridagi qalam bilan shtobla rasm chizishda davom etardi. Nimaning rasmini chizayotganini bilish maqsadida ularning yoniga bordim. Yonlarida betartib sochilib yotgan qog'ozlarga chizilgan aji-buji suratlarga nazar tashladim.
Ularning orasidan Rustam chizayotgan suratdagi daraxtga osilgan odam tanasi menga juda tanishdek tuyuldi negadir. Shu bilan birga cho'pon murdasining rasmida o'zini otayotgan kishi tasvirlangan edi. Qolgan murdalar ham shunga o'xshash dahshatli manzaralarning suratini chizardi. Go'yo ular chizayotgan suratlari orqali o'zlarining vafot etishi sababini aytmoqchi bo'lgandek edi. Qiziq, bu uy ham menga tanish negadir. Bolaligim o'tgan uy. Tashqariga olib chiqiladigan eshikdan hovliga chiqdim. Hovli qo'rg'on devor bilan o'ralmagan. Shundoq tutsorning ichida joylashgan edi. Bu paytda yaqin joydagi qalin tut daraxtining baquvvat shoxiga qorovul arqondan sirtmoq yasab bo'lgan edi. Hozir borib o'zimni osaman-u xayolimdagi bu dahshatli xotiralardan qutulaman qo'yaman. Qorovulning yoniga borganimda arqonni tut shoxiga bog'lash uchun minib olgan otidan tushdi-da, meni egarga chiqishga undadi. Men indamasdan uning aytganini bajardim. Hozir o'z xayollarim bilan band edim. Jonimga qasd qilish oldidan negadir umrim davomida boshimdan o'tgan voqealar, dahshatli jinoyatlarim, shuningdek tafakkurimning allaqaysi burchagida o'zimni maxsus xodimdek his etgan shirin lahzalar bir-bir ko'z oldimdan o'ta boshladi. Qorovul meni egarga o'tqazdi-da, o'zi pastga stul qo'yib chiqib oldi. Bo'ynimga sirtmoqni solish arafasida men minib turgan ot menga ma'noli qarayotganini fahmlab qoldim. Ot meni taniyotgan edi. Men ham uni tanidim. Bu o'sha cho'ponning yo'qolgan oti edi. Bundan bir necha kun oldin Hasanali cho'ponning uyidan tutsor oralab shu otda qishloqqacha yetib borgandim. O'shanda bu ot bilan yaxshi til topishib qolgandik. Buni endi esladim. Esladimu xayolimdagi tergovchi bo'lib o'tkazgan shirin xotiralar aslida haqiqat ekanini, bu ot ham, mashina ham, umuman boshqa narsalar ham aslida xayolimdagi proyeksiyalar emas, ayni haqiqat ekanini anglab qoldim. Qorovul meni aldagan edi. Hushimga kelganimda ko'nglimda o'zimni xuddi katta jinoyatchi kimsadek his etganim bekorga emas ekan. Hushsiz yotganimda qorovul miyamga o'zining dahshatli jinoyatlarining xotiralarini joylab, mening xotiralarimga shunday ustamonlik bilan singdirib yuborgan ediki, natijada tafakkurimda bir butun yangi xotiralar paydo bo'lgan edi. O'zimga kelganimda xuddi bu jinoyatlarni o'zim qilgandek barchasi ko'z oldimdan kinolentadek o'tganining sababi ham shundan ekan. U Rustam va Hasanali cho'ponga ham xuddi shu usul qo'llagani aniq. Ular ham o'zlarini jinoyatchidek his qilib, o'z jonlariga qasd qilishganlari aniq. Qorovul bo'ynimga sirtmoqni solib, tagimdagi otni haydab yubormoqchi edi. Lekin so'nggi soniyalarda asli haqiqatni anglab yetgandim. Qorovul arqonni ushlagancha sirtmoqni bo'ynimga yaqinlashtirib kelayotgan edi. Shu payt uning qo'lidan halqa arqonni shartta oldim-da, o'zining bo'yniga solib qo'ydim va ko'z ochib yumguncha oyog'im bilan qorovulning tagidagi stulni tepib yubordim. Bu harakatlarimni kutmagan qorovul avvaliga nima bo'layotganini anglay olmay garangsirab qoldi. Keyin ko'zlarini katta ochdi-da, oyoqlarini yerib jon holatda ikki qo'li bilan bo'ynidagi arqonga tarmashdi. Lekin endi kech edi. Qorovul jon achchig'ida har tipirchilaganida sirtmoq yanayam torayib bo'ynini qisa boshlar. Shunda nafas olishga qiynalib yuzi qip-qizil tus olardi.
kutilmaganda uyning ichidagi kafanga o'ralgan murdalar eshikdan dahshatli chinqirgancha otilib chiqib, qo'llarini oldinga cho'zgancha men tomonga yugurib kela boshladi. Birdan nima bo'lganini tushundim. Qorovul ularga o'ngi orqali meni tutib o'ldirishni buyurgan edi. Men tagimdagi otga qamchi soldimda o'zimni qalin tutsorga urdim. Ajabo, murdalar shu qadar shiddat bilan yugurardiki, agar ot tez chopmaganida ular meni tutib olishlari tayin edi. Biroz muddat o'tganidan so'ng ortimga qaraganimda yugurib kelayotgan murdalarning oltovlari ham bir-barakaliga yerga yuztuban qulaganini ko'rib qoldim. Aftidan bu paytda ularni boshqarib turgan qorovulning ham joni uzilgan edi. Endi murdalar ham o'rnidan qaytib turmasligi tayin. Uyning yoniga yetib borganimda u yerdagi manzarani ko'rib dahshatdan ruhim tanamdan chiqib ketay dedi. Daraxt shoxiga bog'langan siqmoqda odamning emas, allaqanday qo'rqinchli maxluqning sovuq tanasi osilib turardi. O'zi bu ishni qilayotganlar oddiy odam emasligini boshidan bilardim. Murdalarni o'z joylariga qayta ko'mdik. Shov-shuv ko'tarilmasligi uchun daraxtga osilgan maxluqning tanasini maxsus xizmat olib ketdi. Hammasi barham topdi. Men esa qorovul shaklidagi maxluq miyamga solib qo'ygan dahshatli jinoyatlar haqidagi xotiralardan qutulish uchun bir oycha kuchli psixologga qatnadim. Lekin xotiralar miyamga shu qadar ustalik bilan kiritilgan ekanki, haligacha ulardan to'liq qutula olganim yo'q. Ba'zida bu dahshatli voqealar tushlarimga kirganida esa qo'rqib uyg'onib ketaman. Tamom. Birinchi bo'lim tugadi. Muallif Siroj Qalandar, ijrochi Temurxon. Murda o'g'risi.